baxtini topganini qarang. Qo'ng'iroq qilayotgan esa Yamagichi edi. U vahima bilan Maykining guruhidagi ba'zi yigitlar Drakenni o'ldirmoqchi. Ular sardorlar yarashib olishganini bilishmaydi, deb xabar beradi. Buni eshitgan Takemichi shokda qoladi. U Hinani shu yerda qoldirib, Drakenni qutqarish uchun yomg'irda yugurib ketishga majbur bo'ladi. Takemichi tog' yonbag'riga yugurib tushsa, ne ko'z bilan ko'rsinki, Kiyomasa va uning yugurdaklari pichoqlarni tayyorlab Drakenni o'ldirishga shaylanib turishardi. Afsuski, bezorlardan biri Takemichini payqab qoladi va uni sudrab Kiyomasaning oldiga olib boradi. Kiyomasa uni ayovsiz do'pposlab, keyin arqon bilan mahkam bog'lab tashlaydi-da, Drakenni qidirgani ketadi. Bechora Takemichi yomg'irda bog'langancha qolib ketadi. Yaxshiyamki Hina uni qidirib kelib qoladi va darhol arqonlarni yechib tashlaydi. Ruhiyat ko'tarilgan Takemichi o'rnidan dars turib, Drakenni qidirishga otlanadi va yo'lda Mitsuyani uchratib qoladi. Takemichi va Mitsuya vaziyatni muhokama qilib, Drakenni qidirishga tushadi. Bu paytda esa Draken va Emma xotirjam uyga qaytishayotganda, kutilmaganda ularni yo'lini to'sib chiqishadi. Draken darhol Emmaga "Orqaga o't, xavfsiz joyga tur" deydi-da, o'zi to'g'ri Paxyenning yoniga boradi. Lekin shu paytda orqasidan bittasi kelib, xoinlarcha uning boshiga tushiradi. Ayni shu paytda Takemichi va Mitsuya Drakenni qidirib yurishganda, kutilmaganda Takemichining xotiralarida nimadir yarq etadi va u aynan Draken qayerda tuzoqqa tushganini anglab yetadi. Ular yugurib borishsa, voy bu manzarani qarang. Drakenning boshidan yomg'irdek qon oqayotgan bo'lsa ham, u haqiqiy yirtqichdek dushmanlarni bitta-bitta yer tishlatardi. Ma'lum bo'lishicha, Paxyen o'zining do'stlariga xiyonat qilib, Drakenni o'ldirish uchun Mobius to'dasi bilan til biriktirgan ekan. Dushmanlar son-sanoqsiz. Ular endi uchalasini ham patchoq qilmoqchi bo'lib turganida, kutilmaganda uzoqdan juda tanish va dahshatli motor ovozi eshitiladi. Ha, topdingiz, bu afsonaviy Maykining mototsiklini ovozi edi. Mayki yetib keladi va yuzi shunday jiddiy ediki, odamning iti jimirlab ketardi, xuddi mendek. U Paxyendan "Nega Mobius to'dasiga o'tib bizga xiyonat qilding?" deb so'raydi. Paxyen esa Paxchinning qamalib ketganiga chiday olmagani uchun alamidan shunday qilganini aytadi. Lekin qonun qo'yda hammaga barobar-ku. Shu payt kutilmaganda olomondan o'ziga bino qo'ygan baland bo'yli bir yigit chiqib keladi. Bu Hanma Shuji, Mobius to'dasining vaqtinchalik sardori. Eng dahshatlisi nima bilasizmi? U Maykining o'sha mashhur chaqmoqdek tez tepkisini bitta qo'li bilan to'sib qoladi. Hamma shokda. Hamma bu yerda Mobiusning naq 100 ta odami borligini va bugun hammalari yer bilan yakson bo'lishini aytib maqtanadi. Lekin bizning yigitlar qarab turarmidi. Shu paytda tuman to'dasining qolgan a'zolari ham yetib keladi. Katta jang rasman e'lon qilinadi va ikki tomon ham xuddi och bo'rilardek bir-biriga tashlanadi. Atrof qonli jang maydoniga aylangan. Hamma bir-birini ayovsiz do'pposlayapti. Bizning bechora Takemichi esa bu tartibsizlik ichida faqat bitta narsani, Drakenni topib uni himoya qilishni o'ylardi. Boshqa tomonda esa yurakni ezadigan sahna. Paxyen Maykining yuziga tinimsiz bor kuchi bilan musht tushirardi. U Mayki Paxchini qutqarib qolmadi deb alamini olayotganda, lekin Mayki umuman qarshilik ko'rsatmaydi. U shunchaki Paxyenning boshini bag'riga bosib, undan kechirim so'raydi. Mana buni haqiqiy do'stlik desa bo'ladi. Eski arazlar shu yerning o'zida unutiladi, lekin xursand bo'lishga hali erta edi. Takemichi kutilmaganda olomon orasidan Kiyomasani chiqib kelayotganini ko'radi. Uning qarayotgan tomoniga ko'z tashlasa, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Draken pichoqlanib va qonga belanib yerda yotardi. Buni ko'rgan Mayki "Nima bo'ldi?" deb baqiradi. Lekin dushmanlar xuddi chumolidek yopirilib kelayotgani uchun Drakenning oldiga yetib bora olmaydi. Ustiga ustak haligi devdek hamma ham Maykiga tashlanib, uning yo'lini butunlay to'sib qo'yadi. Boshqa chora yo'q. Mayki bor umidini Takemichiga bog'lab, Drakenni qutqarishini unga topshiradi. Tuman yigitlari do'stlari uchun jonini berib jang qilayotganini ko'rgan Takemichining ichida olov yonib ketadi. U o'zini kuchini to'plab, og'ir yaralangan Drakenni yelkasiga ortlab, kasalxona tomon yuguradi. Hina va Emma yig'lagancha ularning ortidan ergashadi. Ular Drakenni qon yo'qotayotganini ko'rib, nima qilishni bilmay qolishadi. Lekin kulfat qo'shaloq keladi deganlari rost ekan. Ularning yo'llaridan o'sha yaramas Kiyomasa va uning to'dasi chiqib qoladi. Ular Drakenni shu yerni o'zida gumdon qilmoqchi edi. Qon yo'qotishdan holsizlangan Draken zo'rg'a qaddini rostlab, Takemichiga "Qizlarni olib qoch, bularni o'zim eplayman" deydi. Lekin bizning Takemichi avvalgi qo'rqoq bola emas. U butun umr qochib, bosh egib yashashdan charchagan edi. U bor ovozi bilan baqirib Kiyomasani yakkama-yakka jangga chaqiradi. Uning yuzidagi qat'iyatli va biroz telbalarcha tabassumini ko'rsangiz, rostdan ham shokka tushib qolasiz. Bu haqiqiy qahramonning tabassumi edi. Orqada turgan Draken, Hina va Emma Takemichiga bor ovozlari bilan dalda berishardi. Qahramonimiz sherdek bo'kirib Kiyomasaga tashlanadi. Lekin bu nomard Kiyomasa kutilmaganda pichoq chiqarib
Takemichining qo'liga sanchib oladi. Takemichi og'riqdan dodlab yuboradi, lekin taslim bo'lmaydi. U qo'lidagi pichoqni shartta sug'urib olib, yana jangga otlanadi. Kiyomasa uni qayta yerga ursa ham bizning o'lmas temir qopimiz yana o'rnidan turaveradi. Oxiri u qattiq sakrab Kiyomasaning belidan mahkam quchoqlab oladi va orqasiga otib, shu paytgacha yig'ilib qolgan butun alam nafrati bilan uning bo'ynini bo'g'a boshlaydi. Lekin xursand bo'lishga hali erta. Axir orqada Kiyomasaning yana 5 ta qurollangan yurdagi turardi-ku. 2 ta qonga belangan yarador yigit 5 ta pichoqli bezoriga qanday jang qiladi? Dushmanlar pichoq o'qtalib bostirib kelishayotganda kutilmagan burilish. Butalar orasidan kutilmaganda Akkun va qolgan do'stlari sakrab chiqib, bezorlarning basharasiga shunday tushiradiki, ana endi jang tenglashadi. Akkun shunday uradiki, pichoq narigi devorga uchib ketadi. Shu payt Takemichining qolgan do'stlari yetib kelishadi, lekin qahramon bo'lish o'rniga ular rossa kaltak yeyishadi. Ana xolos, yaxshiyamki politsiya sirenalari chalinib, hammalarini o'limdan qutqarib qolishadi. Tez yordam mashinasi kelib Drakenni olib ketadi. Narigi tomonda esa Toman to'dasi Mobiusni butunlay tormor qilgandi. Hanma va Mayki o'rtasidagi dahshatli jang ketayotganda kutilmaganda bitta yigit mototsiklda kelib Hanmani olib qochadi. Tez yordam mashinasida Takemichi Drakenning qon yo'qotayotganini ko'rib, yuragi yorilay deydi. Kasalxonada hamma operatsiya xonasi oldida shifokordan yaxshi xabar kutib o'tirardi. Shu payt Mayki keladi. U Drakenning eng yaqin do'sti bo'lsa ham boshqalardan xavotir olmasligi uchun yuzida zo'raki tabassum bilan hammaga dalda beradi. Haqiqiy sardora. Uzoq va azobli kutishlardan so'ng nihoyat shifokor chiqib, operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini aytadi. Hamma xursandligidan osmonga sakraydi. Takemichi kasalxona hovlisiga chiqib, Drakenni qutqarib qolgani uchun yengil tortib, tiz cho'kib yig'lab yuboradi. Shu payt u kasalxonaning chetidagi burchakda Maykining ham yashirincha ko'z yosh to'kayotganini ko'rib qoladi. Bu voqealardan keyin bizning Takemichi ancha mashhur bo'lib, hurmatga sazovor bo'ladi. U Drakenni oldiga borganda, Draken unga Mayki yuborgan maxsus Toman to'dasining formasini beradi va unga chuqur ta'zim qilib, chin dildan minnatdorchilik bildiradi. Keyin Takemichi tomga chiqsa, u yerda Mayki turgan ekan. Mayki kutilmaganda jiddiy ohangda: "Takemichi, sen o'zi kimsan? Nega bo'lajak voqealarni oldindan bilib, ularni oldini olding?" deb so'rab qoladi. Qahramonimiz shokda. Vaziyat shunday taranglashib ketadiki, Takemichi nima deyishni bilmay qoladi. Lekin Mayki birdan kulib yuborib, "Hazillashyapman, jinni" deydi va Drakenni qutqargani uchun unga rahmat aytadi. Ular uyga qaytishadi. Takemichi Hinaning oldiga kirib o'tadi va unga bayramdan oldin chiroyli marjonni sovg'a qiladi. Keyin esa Naoto bilan qo'l tashlashib, hozirgi zamonga qaytadi. Endi kelajakda hech qanday fojia bo'lmaydi degan umidda u ko'zini ochsa, yana o'sha DVD sotadigan do'konda turibdi. Hammasi tushga o'xshaydi-ya, lekin qo'lidagi pichoq chandiqlari bu tush emas, haqiqat ekanligini isbotlab turardi. U darhol Akkunning sartarosh xonasiga yugurib boradi. Do'stini tirikligini va rostdan ham sartarosh bo'lib ishlayotganini ko'rib, xursandligidan yig'lab yuboray deydi. Shu payt Naoto qo'ng'iroq qilib eng zo'r xabarni aytadi. "Opam tirik. Voy bu missiya 100% bajarildi." Takemichi va Naoto darhol Hinaning uyiga yo'l olishadi. Naoto Takemichining bu qahramonligidan shunchalik xursand ediki, og'zi qulog'ida. Liftda chiqayotganda Takemichi o'zicha romantik xayollarga beriladi. Hozir Hina yugurib kelib bo'ynimga osiladi deb o'ylaydi. Lekin eshik oldiga kelganida birdaniga yuragi orqaga tortib, u bilan yuzlashishga qo'rqib qoladi va orqasiga qaytmoqchi bo'ladi. Pastga tushayotganda esa kutilmaganda Hinaga yuzma-yuz kelib qoladi. Tasodifni qarang-a, ikkalasining ham ko'zlariga yosh quyilib ketadi. Uchovlon xonaga kirishadi, lekin o'rtada shunday noqulay jimjitlik ediki, hatto pashsha uchsa ham eshitilardi. Buni tushungan Naoto sekin juftakni rostlamoqchi bo'ladi. Takemichi: "Iltimos, meni yolg'iz qoldirib ketma" deb yalinishiga qaramay Naoto chiqib ketadi. Noqulaylikni yo'qotish uchun ikkalasi ham biroz mashinada aylanib kelishga qaror qiladi. Yo'lda ketayotganda Naotoning kutilmaganda ishi chiqib qoladi. "Sizlar aylanaveringlar, men kompaniyaga borishim kerak" deb ularni yolg'iz qoldiradi. Hina Takemichini mashinada chiroyli bir istirohat bog'iga olib boradi. Ular sayr qilib yurishganda Hina jilmayib, "Bilasizmi, bundan naq 12 yil oldin ham shu yerda bir insonni kutgan edim" deydi. Takemichi shundan keyin u kutgan insoni o'zi ekanligini, Hina uni shuncha yil davomida sevib kelganini tushunib yetadi. Hayajonini bosish uchun u hojatxonaga kirib yuzini sovuq suvda yuvadi. Lekin eshikdan chiqayotganda kutilmaganda g'alati bir odamga urilib ketadi. U odam tirjayib: "Ya sen mashinada emasmiding?" Takemichi uning yuziga qarab shok holatiga tushadi. Bu o'sha yaramas Hanma edi. Yuragi yomonlikni sezgan Takemichi bor kuchi bilan Hina qolgan mashina tomon yuguradi. Lekin aynan shu paytda qayerdandir katta bir mashina bostirib kelib, Hina o'tirgan mashinani patchoqlab yuboradi. Yo'q, nahotki yana hammasi barbod bo'lgan bo'lsa? Dahshatni qarang, o'sha mashinani haydab kelgan odam Akkun edi. Ha, u Kisakining malayiga aylanib qolgan va uning changalidan qutula olmagan ekan. Shu payt mashinaning benzini oqib chiqib, portlash xavfi
bo'ladi. Takemichi jon holatida Hinani oldiga yugurib borsa, qizning oyoqlari qisilib qolgan. Umuman qimirlay olmas edi. Takemichi uni quchoqlab hamon uni qattiq sevishini aytib yig'laydi. Lekin Hina uni qutqarish uchun o'zidan itarib yuboradi va mashina portlab ketadi. Yo'q, nahotki yana? Takemichi dod solib yig'lardi. Keyin esa o'rnidan dast turib, nima bo'lmasin uni qutqarishga va tuman to'dasining eng tepasiga chiqishga qat'iy qasamyod qiladi. Ertasi kuni Hinaning dafn marosimida Takemichining ahvolini ko'rgan Naoto ham chiday olmay tiz cho'kib yig'lab yuboradi. Juda og'ir sahna do'stlar. Tashqariga chiqishsa Hinaning onasi Takemichiga qizining eng qadrli buyumini beradi. Buni qarangki, bu o'sha Takemichining naq 12 yil oldin sovg'a qilgan marjoni edi. Buni ko'rgan qahramonimiz ko'z yoshlarini umuman to'xtata olmaydi. Hamma yomonliklarning ildizi baribir tuman to'dasiga borib taqalishini tushungan Takemichi Naotoga bu muammolarni tomiri bilan sug'urib tashlashni aytadi. Buning uchun ular hozirgi zamondagi Draken bilan uchrashib, o'tmishdagi sirlarni bilib olishga qaror qilishadi. Bir necha kunlik qidiruvlardan so'ng ular shok xabarni topishadi. Draken hozir qamoqda, u o'lim jazosiga hukm qilingan mahbus ekan. Qanaqasiga, axir u yaxshi bo'laydi-ku. Qamoqxonada uchrashganda voy, bu Drakenning sochlari taqir olingan, oldingi kelishgan qomatidan asar ham qolmagan, xuddi qandaydir amakilarga o'xshab qolibdi. Ular o'tirishib suhbatlashishadi. Draken tumandagi o'sha quvnoq damlarni, to o'sha yaramas paydo bo'lgunga qadar barcha vaqtlarni eslaydi. U agar o'tmishga qayta olganimda, o'sha Kisakini o'z qo'llarim bilan yo'q qilardim, deb qasamyod qiladi. Uchrashuv vaqti tugayotganida Draken dahshatli sirni ochadi. Kisaki aslida Maykiga qattiq havas qilgan, lekin bu havas keyinchalik nafratga aylanib, Maykining eng qadrli narsalarini tortib olishga harakat qilgan ekan. Draken o'zini qanday qilib Kisakining qo'g'irchog'iga aylanib, jinoyatchi bo'lib qolganini alam bilan eslaydi. Vaziyatni to'liq tushungan Takemichi Hinani qutqarish uchun yana bir bor o'tmishga sho'ng'ishga qaror qiladi. Qani ketdik. Ko'zini ochsa qayerda deysizmi? Jamoat hammomida yigitlar bilan mazza qilib suv ichishib, hazillashib o'ynashyapti. Hozirgi quvnoq Drakenni qamoqxonadagi holati bilan solishtirib Takemichining yuragi eziladi. Lekin hozir qayg'ulanishning vaqti emas. Cho'milib bo'lishgach, Mayki Takemichining tuman to'dasining yig'ilishiga chaqiradi. Bugun 3-bo'limga yangi sardor tayinlanishi kerak edi. Takemichi o'zicha, balki meni sardor qilishar-a? Kutilmaganda qorachadan kelgan g'alati bir yigit o'rtaga chiqib keladi. Takemichi uning basharasini ko'rib, tok urib yuborgandek bo'ladi. Axir bu o'sha, xuddi o'zi. Bu Kisaki Tetta edi. Takemichining yuzi g'azabdan qorayib ketadi. Shuncha vaqtdan beri qidirib yurgan asosiy dushmani hozir uning ko'z o'ngida. Tuman to'dasining 3-bo'limni sardori bo'libdi-ya. Aslida hech kim uning to'daga qo'shilishini xohlamasdi. Lekin Valgala to'dasiga qarshi jang qilish uchun Maykiga Kisakining kuchi kerak edi. Kisaki orqasiga o'girilib masxara qilib tirjagan payt Takemichi chiday olmaydi va yugurib borib uning yuziga shunday musht tushiradiki, buni ko'rgan hamma sardorlar o'rnidan sapchib turib, "Marosimni rasvo qilding-ku, ahmoq!" deb baqira boshlashadi. Shu payt kutilmaganda uzun sochli bir yigit uchib kelib, Takemichini do'pposlab ketadi. Bu Baji edi. Mitsuya uni arang to'xtatib qoladi. "Men tuman to'dasidan ketyapman. Endi Valgala a'zosiman", deb ochiqchasiga e'lon qiladi. Ana xolos, voqealar rivojini qarang. Kisaki ham qarab turmaydi. Kelib Takemichining yuziga shunday tushiradiki, qahramonimiz gup etib hushidan ketadi. Ko'zini ochsa yonida faqat Mayki o'tiribdi. Ikkalasi ham dildan suhbatlashishadi. Mayki unga Baji bolaligida eng yaqin do'sti ekanligini, yoshligida doim urushib yurishganini, lekin aslida juda qalin do'st ekanligini aytib beradi. Keyin esa Takemichidan Bajini tuman to'dasiga qaytarib kelishini iltimos qiladi. Takemichi o'rnidan dast turib, "Kisaki juda xavfli odam, uni tuman to'dasidan haydab yubor", deb talab qo'yadi. Mayki buni bilsa ham Kisakining kuchi to'daga kerakligini tushuntiradi. "Agar Kisakidan ko'ra foydaliroq ekanligingni isbotlasang, uni haydayman, lekin eplay olmasang seni o'zim yo'q qilaman", deydi. Qanday shart-a? Shu payt Mayki butalar orasida poylab turgan Mitsuyani ko'rib qoladi va uni chaqirib Takemichini Mitsuyaning 2-bo'linmasiga qo'shib qo'yadi. Uyga qaytgach Takemichi yuzini yuvib, kutilmaganda bitta tumor topib oladi. Uning ichida tuman to'dasi asoschilarining eng eski rasmlari bor edi. Rasmda bo'ynida g'alati tatuirovkasi bor yana bir noma'lum yigit bor edi. Bu Kazutora edi. Aynan Baji qidirib yurgan inson. Ertasi kuni maktabga ozg'in bir yigit kirib keladi. Takemichi esa kechagi voqealarni o'ylab xavotirdan tirnoqlarini tishlab o'tirardi. Do'stlari undan nima bo'lganini so'rashadi. Takemichi agar Bajini qaytarmasa, Mayki uni yo'q qilishini aytgach, maktab bezorlar ensiklopediyasi bo'lmishi
Yamagichi o'zini aqlli tahlillarni boshlab yuboradi. Ma'lum bo'lishicha, Kisaki Todaga o'zi bilan naq 50 ta odam olib kelgan ekan. Shuning hisobiga Toman a'zolari 100 tadan 150 taga ko'paygan ekan. Shuning uchun ham Mayki uni olib qolganda, ularning asosiy dushmani bo'lmish Valgala Todasida naq 300 ta odam bor edi. Ularning sardori o'sha biz bilgan Hanma bo'lib, Todaning laqabi boshsiz farishta edi. Shu payt sinfga haligi ozg'in yigit kirib keladi. Yamagichi uning bo'ynidagi tatuirovkani ko'rib, qo'rqqanidan Takemichini orqaga tortadi. Bo'lmasa hammalari kaltak yeyishi aniq edi. Chunki bu yigit Valgala Todasining 3-raqamli a'zosi Kazutora edi. Kazutora Takemichini ko'rishi bilan xuddi eski qadrdondek quchoqlashib oladi va "Yur men bilan" deb tashqariga sudrab ketadi. Kazutora o'zini ikkita yugurdagini ayovsiz do'pposlab, oyoqlarini sindirganini ko'rgan Takemichining yuragi orqaga tortib ketadi. Lekin Hinani qutqarish haqidagi va'dasini eslab, nima bo'lmasin Bajini qaytarishga qat'iy qaror qiladi. Ular Takemichini tashlandiq bir o'yin avtomatlari markaziga olib kelishadi. Bu joy boshsiz farishta Valgala Todasining maxfiy bazasi edi. Ichkari esa tutunga to'lib ketgan. Markazda esa dahshatli manzara. Baji o'zining eng ishongan odami, Toman birinchi bo'linmasi vitse-sardori Chifuyani ayovsiz do'pposlayotgan edi. Baji buni Hanmaning ishonchiga kirib, Valgalaga qo'shilish uchun qilayotgan edi. Hanma Kazutoraga "Guvohlarni olib kel" deb buyuradi. Ma'lum bo'lishicha, Takemichi bu yerga Baji Toman tomonidan yuborilgan josus emasligiga tasdiqlash uchun olib kelishgan ekan. Takemichi titrab qaqshab, "Ha, Baji Tomandan ketib Valgalaga qo'shilmoqchi ekanligini aytdi" degachgina ular bunga ishonishadi. Kazutora esa Baji bilan birga Maykining ko'zini maddasini yorishini, ya'ni uni yo'q qilishni xohlayotganini aytadi. Shundagina Takemichi Kazutoraning bo'ynidagi tatuirovkaga qarab, u ham Toman asoschilarining biri ekanligini tushunib yetadi. Keyin voqealar o'tmishga, o'sha bahor fasliga qaytadi. Ular hammalari birga to'da tuzishgan. Mitsuya hammaga maxsus formalar tikib bergan va o'sha mashhur esdalik rasmini tushishgan edi. O'sha kuni ular dengiz bo'yiga dam olgani borishadi. Maykining moped motorollari shunday sekin yurardiki, do'stlari uning ustidan rosa kulishadi. Shu payt u yerga katta yoshli bezorilar kelib, "Yosh bolalar ham dengizga keladimi?" deb ularni kamsitib, Maykining mopedini pachoqlamoqchi bo'lishadi. Lekin Maykining yuzi birdan jiddiylashib, "Mopedimga barmog'ingni tekkizsang, hammangni shu yerda yo'q qilaman" deb o'dag'alaydi. Qoyil haqiqiy sardor haligi bezori buni shunchaki quruq po'psa deb o'ylab, "Yana ko'zimga ko'rinsang, mopedingni pachoqlayman" deb ketib qoladi. Ular yo'lda davom etishadi. Lekin kutilmaganda Maykining mopedida benzin tugab qoladi. Mayki esa erinib, "Kelinglar tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz" yutqazgan esa benzin quyib keladi va albatta bechora Baji yutqazib qo'yib, mopedni sudrashga majbur bo'ladi. Qolganlar esa allaqachon dengiz bo'yiga yetib borib, mazza qilib cho'milishni boshlashib yuborishganda, Baji mopedni sudrab ketayotganda boyagi bezorlar uni ko'rib qolib, xilvat joyga tortib ketishadi va rosa do'pposlashadi. Ular Maykining mopedini pachoqlamoqchi bo'lishganda, Baji o'zining mopedining ustiga o'tib, uni tanasi bilan himoya qiladi. Axir bu Mayki uchun eng qadrli narsa edi-da. Qanday mardliga do'stlar. Shu payt kutilmaganda Mayki kelib qoladi. "U cho'milish kiyimini mopedda unutibman" deydi-da, o'zining qadrli mopedini shartta tepib uchirib yuboradi. Keyin esa bitta zarba bilan haligi bezorlarni birini nokaut qiladi. 2 kishiga qarshi 5 kishi. Lekin natija oldindan ma'lum edi. Maykining jamoasi g'alaba qozonadi. O'sha kuni kechqurun Kazutora va Baji Maykining tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilishni muhokama qilishadi. Ular Maykiga eng zo'r haqiqiy mototsiklni sovg'a qilmoqchi bo'lishadi. Lekin ikkalasi endigina 13 yoshda bo'lsa, shuncha pulni qayerdan oladi? Shunda ularning kallasiga dahshatli g'oya keladi. Mototsikl do'konidan o'g'irlik qilish. Reja tuzgach o'sha kunning o'zidayoq ikkalasi qora kiyimlarni kiyib, do'konning oynasini sindirib ichkariga yashirincha kirib olishadi. Reja tuzilgach o'sha kunning o'zidayoq ikkalasi qora kiyimlarni kiyib, do'konning oynasini sindirib ichkariga kirib olishadi. Voy ahmoqlar, nima qilib qo'yishdi? Do'kondagi eng zo'r mototsikl aynan Mayki orzu qilgan model edi. Do'kondagi eng zo'r mototsikl aynan Mayki orzu qilgan model edi. Ikkalasi ham darhol qulfni kesishga tushadi. Baji mototsiklni tashqariga sudrab chiqayotganda, kutilmaganda do'kon egasi buni payqab, orqa xonadan chiqib keladi. Baji uni endigina tanib ulgurganda, Kazutora orqadan kelib qo'lidagi og'ir temir ombur bilan do'kon egasini boshiga bor kuchi bilan tushiradi. Baji mototsiklni tashlab yugurib borib qarasa, qonga belanib yotgan bu odam Maykining o'z akasi Shinichiro edi. Eng dahshatlisi, ular o'g'irlamoqchi bo'lgan mototsikl aslida Shinichiro ukasi Maykiga tug'ilgan kuniga sovg'a qilish uchun tayyorlab qo'ygan ekan. Baji shok holatida darhol tez yordam chaqiradi. Kazutora esa aqldan ozay deb, "Men uni o'ldirganim yo'q. Bunga Mayki aybdor. Hammasiga Mayki sababchi" deb o'zini oqlay boshlaydi. Dahshatli
Fojia. Politsiya yetib kelib ikkalasini ham olib ketayotganda voqea joyiga Mayki ham yetib keladi. Badji esa uning ko'zlariga qaray olmay faqat ho'ngrab yig'lardi xolos. Shu paytda Takemichi o'tmishda Mayki unga "Mendan 10 yosh katta akam bor edi, lekin u vafot etgan" deb aytgan gaplarini eslab qoladi. Demak, akasini aynan Kazutora o'ldirib qo'ygan ekanda. Hozirgi zamonga qaytamiz. Badji rasman Valgalla to'dasiga qabul qilinadi. Hanma esa Takemichiga qarab, "Borib Maykiga ayt, tez kunda katta jang bo'ladi" deb xabar berib yuboradi. Bechora Takemichi bu dahshatli ma'lumotlardan keyin tuni bo'yi mijja qoqmay chiqadi.